ustoz aziz. Dunyoda ustozlar bo'lmasa agar hayot ham shu qadar bo'larmidi go'zal degan ekan shoirlarimiz. Baxtimizga omon bo'linglar. Domlajon xush kelibsiz. Qadamingizga hasanotlar bo'lsin. Marhamat. Rahmat. Haqiqatan ham mana bugun bir mahallamizda bir ajoyib kun, to'y tantana. Albatta hozir rais buva mana shu davra davomida mana shu ta'kidlab o'tdingiz. Haqiqatan ham mana shu ikkala sulola mahallamizda eng bir ko'zga ko'ringan zabardast sulolalar. Haqiqatan hammamiz havas etsak arzigulik sulola bular. Mana Shahbozam qisqa muddatda mana shu maktabimizda faoliyat yuritsa ham mana shu kalim ko'ngil topdi. Undan qolaversa mana shu xalqimizning ko'ngil topib, yaxshi o'zining dini bilan, o'zining harakati bilan, shijoati bilan mana xizmat qilib kelyapti. Albatta bu hammasi hali davom etaveradi. Men mana shu oilaga, mana shu yoshlarga baxt, saodat tilayman. Nasib bo'lsa mana shunday bir chiroyli bobolaridek, bobolari ham mana shu o'z davrida bir ajoyib davrda bir obro' e'tiborli bo'lgan mana To'raqul boy ham, Oltivoy bolalar ham hozir ham mana shu yoshlarga bir nasihat berib kelyapti. Haqiqatan bu sulolaning mana shunday bir yoshlari albatta men o'ylaymanki bir nominali oila quradi degan umiddaman mana shu yoshlar uchun. Mana shunday davramiz har doim mana shu to'kis sochim bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Mana shu yoshlar baxtli, saodatli bo'lsin. Haqiqatan mana Oxunjon mana shunday farzandlarni yetirib, mana qizlari ham birga ishlaydi, hammasi oliy ma'lumotli maktabda. Men havas etaman bu oilaga. Har doim mana shunday havas etib yurganlar. Mana kollektivimiz nomidan men tabriklayman bularni. Her doim mana shunday yaxshi kunda, mana shunday to'ylarda o'tirmoq hammamizga muyassar etsin. Kollektivimiz nomidan arzimani sog'lani topshirishga ruxsat bering. Rahmat. Rahmat, sizga sog' bo'ling, omon bo'ling.